Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Lugon kompaniyasining 925 modelini ko'rib chiqamiz. Unda kabinada konditsioner mavjud, magnitofon mavjud va u haydovchiga juda qulay joyda joylashgan. Qurilmalarni ishga tushirish uchun ushbu dastakni buraymiz hamda ikkita boshqaruv joystiklari yordamida juda ham qulay boshqarish mumkin. Joystik yordamida kovushni ochish va yopish mumkin. Ko'rib turganingizdek, oldinga targanda pastga tushadi, yuqoriga tortganingizda tepaga ko'taradi. O'ng tomon kovushni ochish, chap tomon yopish. Strelani ochish va yopish bu dastak yordamida. Oldin ochamiz va yuramiz. Okay, harakat. Burilish uchun ko'rib turganingizdek, o'ng yoki chap tomonga burish mumkin. Boshqaruvni qulaylashtirish uchun haydovchiga barcha qulayliklar mavjud. Ergonomikani hisobga olib, podlokotniklar ko'tarilish, tushirish, o'zingizga moslashtirishingiz mumkin bo'ladi. Qo'llarni qulay moslashtirish uchun sideniyani o'zingizga qulay joylashtirib olishingiz. Displeyda hamma ma'lumotlarni ko'rish va boshqarishni qulaylashtirish mumkin. Va ko'pgina avtomobillarda mavjud bo'lmagan lyuk bu yerda ko'zda tutilgan. Yana ham qulayroq bo'lishi uchun oynani ko'tarib qo'yamiz. Turli xil iqlim sharoitlarida foydalanishga juda ham qulay. Akkumulyator batareyalari bu qismda joylashgan bo'lib, uni bu dastak orqali ulash va ajratish mumkin bo'ladi. Shu joyning o'zida dvigatelning sovutish suyuqligini kuzatish mumkin. Gidravlik filtrlarni bu yerdan almashtirish va gidravlikani nazorat qilish ko'rsatkichi bu yoqda. Motor qismida motor moyini nazorat qilish juda ham qulay joylashgan. Gidravlik qopqog'i shu yerda joylashgan.